3 ta savol beraman. To'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, yo'l kira narxini 3 barobar oshirib beraman. Zo'r aka. Ketdi. Nimaga qiziqasiz? Sportga qiziqamiz aka. Sportga qiziqasiz. Hasanboy Do'stmatov boks bo'yicha birinchi marta nechinchi chempion bo'lgan? 2016 bo'lishi kerak. 2016. Akalar to'g'risini bilganlar kommentariy yozib ketinglar. Ikkinchi savol. Minib yurgan Cobalt avtomobilingiz, Cobalt chakalar bo'lsa, birinchi bor nechinchi yil ishlab chiqarilgan? Adashmasam 2013 ishlab chiqarilgan. 2013 o'zingizlar 2013 shekilga. Xo'p, 11x11. 11x11 121 121 bo'lsa kerak. 121 da qabul qilamiz aka. Manzilimizga ham yetib keldik. Yo'l kira narxi 57.300 so'm bo'libdi. Akamiz 3 ta savolimizga to'g'ri javob berganligi uchun 200.000 so'm bo'libdi. Aka, oshishkamga rozi bo'lasiz? Roziman. Rozi bo'lsangiz videoni Instagramga qo'yaman. Aka, o'zgacha birinchi sonini ko'rdim. Aka, iloji bo'lsa, men ham taksichi bo'ladigan Instagramda kontent Hamma taksichilar Instagram chop ketdi-da. Bo'ldi, taksichi bolani taniganlar bo'lsa kommentariy yozib ketinglar. Keyingi taksi siz bo'lib qolishingiz mumkin.